Bugun jamoa ko'rsatgan o'yin, ko'rsatgan futboli sizning falsafangizni yanada mustahkamladi deb o'ylaysizmi? Bu Chempionlar Ligasi play-off bosqichidan oldin ham o'ziga xos signal bo'ladimi? Biz jamoa bilan ko'p gaplashdik va hamma qanday futbol o'ynayotganimizga, qanday uslubda harakat qilayotganimizga to'liq ishonadi. Buni bugun ham ko'rdingiz. Menimcha hamma ajoyib o'ynadi. Ayniqsa himoyada ikki futbolchini alohida ajratib ko'rsatish mumkin. Ular ikkita golda ham ishtirok etishdi, lekin Kuba ham bugun aql bovar qilmas o'yin namoyish etdi. U bir-ikkita o'yinni o'tkazib yuborgandi. Va bunga sabablar ham bor edi. Hozir esa u juda yaxshi formada. Men undan aynan shunday munosabat va mentalitetni ko'rishni istayman. Chunki u ajoyib iste'dod egasi. U dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachilaridan biri, hattoki eng yaxshisi ham bo'la olishi mumkinligiga ishonaman. To'p bilan hujumni boshlab berishda u juda ham kuchli. Bugun o'zini qanday ko'rsatgan bo'lsa, bu shunchaki ajoyib edi. Buni ko'rish juda ham yoqimli bo'ldi. Bu jamoangizning ushbu mavsumdagi eng yaxshi o'yini bo'ldimi? Va agar jamoa bugungidek o'ynasa, qolgan ikkita o'rinni La Liga va Chempionlar Ligasini yutadi deb o'ylaysizmi? Bizni oldinda kuchli raqib kutmoqda. Newcastle bu juda kuchli jamoa. Hozir esa e'tiborimiz keyingi o'yinga qaratilgan. Atletik Bilbao'ga qarshi o'yinga. U ham yaxshi jamoa. Endi tiklanishimiz kerak. Har 3-4 kunda o'yin o'tkazyapmiz. Yaqin haftalar va oylar davomida vazifamiz shu bo'ladi. Agar Chempionlar Ligasida ko'p o'yin o'ynamoqchi bo'lsak, aynan shunday o'ynashimiz kerak. Hammasi tiklanish va ishimizga diqqatni jamlashga bog'liq. Bugun ko'rsatgan futbolimiz sifati bu aql bovar qilmas darajada bo'ldi. Jamoam bilan faxrlanaman. Bu fantastik edi. O'yin tugagach deyarli barcha futbolchilaringiz, Dani Olmo va Lamine Yamaldan boshqa, barcha charchoqdan maydonga yiqildi. Bugungi ulkan kuch sarfi keyingi o'yinlarga ta'sir qilishi mumkinmi? Shuningdek, noqulaylik sabab almashtirilgan Kunde va Baldening holati haqida ham ma'lumot bersangiz. Ular safdan chiqdi. Aniq nima bo'lganini bilish uchun ertagacha kutishimiz kerak. O'yindan keyin tushkunlik bo'lishi tabiiy. Hamma charchadi chunki maydonda borni berdi. Bu ajoyib. Ular 100% dan ham ko'prog'ini berishdi. Bu fantastika edi. Menimcha muxlislar ham bugungi o'yindan xursand bo'lishdi. Albatta, biroz hafsalamiz pir bo'lgan bo'lishi ham mumkin, ammo bugun hamma yuragi bilan, butun bori bilan o'ynadi va klub uchun buni ko'rish ajoyib bo'ldi. Baldening jarohati paytida almashtirish limitlari tugagandi. Siz Pedrini ham chaqirdingiz. Uni almashtirmoqchi edingizmi va u davom eta olishiga sizni ishontirdimi? Pedrining holati haqida ham ma'lumot bersangiz. Men undan davom eta olasanmi deb so'radim. Uni 90 daqiqa davomida maydonda qoldirish biroz tavakkal edi, lekin juda xursandman. O'yindan keyin aytishicha jiddiy narsa bo'lmagan. Hammasi joyida, faqat biroz mushak tortishlari bor edi. Maydonda Pedri bilan o'yin butunlay boshqacha ko'rinadi. Bugungi stadion muhiti odatdagidan ham kuchliroq edi. Buni qanday his qildingiz? Keyingi o'yinlarda ham shunday bo'lishini istaysizmi? Bu ajoyib. Stadionda bizni kutib olishlari hayratlanarli darajada bo'ldi. Jamoamiz muxlislar qilayotgan ishidan juda ruhlanganini ko'rish mumkin. Menimcha bu eng muhim narsa. Muxlislar va futbolchilar o'rtasidagi yaxshi aloqa sovrinlar yutishga yordam beradi. Bu bizning vazifamiz. Hamma bizga yordam berishni xohlayapti. Bu esa juda ham yaxshi vaziyat. Mag'lubiyatga qaramay jamoa oldinga katta qadam tashlagandek tuyuldi. Ayniqsa himoyada bugun umuman gol o'tkazib yuborilmadi. Jamoa juda diqqatli o'ynadi. Bu endi jamoangizni Yevropaning istalgan klubiga qarshi raqobatlasha olishini ko'rsatadimi? Ha, albatta. Bunday o'yindan keyin bu tabiiy, ammo buni har bir o'yinda isbotlashimiz kerak. Bu har kuni o'z-o'zidan kelmaydi. Bu og'ir mehnat, yaqin haftalarda eng muhimi tiklanish, ishga e'tibor qaratish, to'g'ri ovqatlanish, sifatli mashg'ulotlar va maydonda bor kuchini berishdan kelib chiqadi. Biz aynan shuni qilishimiz kerak. Salom Diego. Birinchi o'yindagi yirik ustunlikdan keyin bugun juda qiynalib finalga chiqdingiz. Bunday qiyinchiliklardan keyin final yo'llanmasiga ega chiqish shirin tuyuladimi? Men birinchi o'yinga qaytgan bo'lardim. O'shanda birinchi bo'limni ajoyib o'tkazgandik. Intensivlik juda yuqori edi. Ikkinchi bo'limda ham ularning hujumlarini yaxshi to'xtata olgandik. O'sha o'yindan keyin hatto jahlim chiqqandi, chunki yana bitta gol urishimiz ham mumkin edi. O'sha vaziyatda ular bir kishi kam bo'lib qolgan paytda yana bitta gol kerak edi. Hamma menga 4-0 ga yutding, yana nimaga jahling chiqadi derdi. Lekin men Barselona futbolchilari nimalarga qodir ekanini bilaman. Ular ajoyib, juda zo'r o'ynashadi. Bugun ustiga ustak Pedrini va Rafinhani ham ko'rdingiz. Ular boshqacha.
o'yinni boshqa tempda o'ynashadi. Bugungi birinchi bo'lim ham ular tomonidan juda yaxshi o'tkazildi. Gollar ko'proq standart vaziyatdagi e'tiborsizligimiz sababli kiritilgani meni ko'proq ranjitdi. O'yinning o'zidan emas, ko'proq shundan ranjidim. Chunki himoyada yomon o'ynamadik deb o'ylayman. Bu o'yinda qiynalishimizni bilardik. Oldingi o'yindagidek hujumni o'ng qanotdan qurishni xohlagandik. Llorente orqali. Lukman gol urishi mumkin bo'lgan vaziyatda bo'lgani kabi, ammo bu safar raqibning xizmatlari sababli xohlagandek hujum qila olmadik. Shunga qaramay juda muhim bosqichdan o'tdik. Eng avvalo muxlislarimiz uchun. Ular finalga muhtoj edi, finalni xohlashgandi. Endi esa ularga istaganini berish uchun bor kuchimizni berishga harakat qilamiz. 4-0 hisobidagi ustunlikdan keyin o'yinga tayyorlanish 0-0 dan boshlanadigan o'yinga qaraganda qiyinroqmi? Chunki ikkilanib qolish mumkin. Hujum qilaylikmi yoki ustunlikni himoya qilaylikmi deb. Biz o'yinni hujumkor boshlashni rejalashtirgandik, lekin bu deyarli amalga oshmadi. Futbolning go'zalligi shundaki, tasavvur qilgan narsalaringiz bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Chunki hammasi raqibga ham bog'liq. Bugungi raqib yaxshiroq edi. Birinchi bo'limda juda yuqori intensivlik ko'rsatdi. Bu Baldening, Kundening almashtirilishida ham ko'rindi. Ularning sarflagan kuchi juda katta edi. Eng yuqori darajada raqobat qilish uchun shunday o'ynash kerak. Bu bizga kelajak uchun juda katta saboq bo'ladi.